Yangiariqdan ish chiqaring deb so'raganlarga ish bor. Yangiariq tumanidagi kafega malakali oshpazlarni, ofitsiant qizlarni ishga taklif qilamiz. Oylik maoshi kelishilgan holda. Murojaat uchun telefonlarimiz 99 899 960 50 17, 99 893 494 50 17. Manzil Xorazm viloyati Yangiariq tumani. Andijon viloyati Andijon shahrida ish bor. Malakali somsapazlarni ishga taklif qilamiz. Oylik maoshi kelishilgan holda. Murojaat uchun telefon 99 899 902 07 27. Manzil Andijon viloyati Andijon shahri. Iltimos, faqat ishlamoqchi bo'lganlar qo'ng'iroq qilsin. O'quv markaziga malakali ingliz tili, rus tilichi va tarix fanlari o'qituvchilarini ishga taklif qilamiz. Oylik maoshi kelishilgan holda. Murojaat uchun telefon 99 890 077 78 77. Manzil Urganch shahri. Toshkent shahri Sergeli tumanida ish bor. Ishlab chiqarish sexiga malakali tikuvchilarni ishga taklif qilamiz. Oylik maoshi kelishilgan holda. Ish vaqti soat 8:00 dan 18:00 gacha. Tushlik bizning hisobimizdan beriladi. Murojaat uchun telefon 99 899 300 87 17. Manzil Toshkent shahri Sergeli tumani. Urganch shahrida ish bor. Zudlik bilan uy ishlariga qarash uchun va bola qarash uchun 30 yoshdan yuqori bo'lgan xotin-qizlarni ishga taklif qilamiz. Ingliz tilini bilsa yana ham yaxshi. Oylik maoshi 1 million so'm. Qolib ishlashi shart. Murojaat uchun telefon 99 888 606 98 09. Manzil Urganch shahri Chakkaparnik. Mo'ljal Ziyod do'koni yonida. Melagrana restoraniga malakali universal oshpaz, shashlikchi va malakali ofitsiantlarni ishga taklif qilamiz. Oylik maoshi kelishilgan holda. Murojaat uchun telefonlar 99 893 468 55 92, 99 891 572 27 32. Manzil Urganch tumani Uzgazoil avtomobillarga yoqilg'i quyish shoxobchasi yonida joylashgan. Nonvoylar uchun ish bor. Zudlik bilan non sexiga yigit-qizlarni ishga taklif qilamiz. Ishni bilmaganlarga o'zimiz o'rgatamiz. Oylik maoshi kelishilgan holda. Murojaat uchun telefon 99 897 364 44 54. Manzil Urganch shahri va Urganch tumani. Meros Farm West MChJga quyidagi lavozimlarga ishga taklif qilamiz. Savdo vakili. Talablar: oliy yoki o'rta ma'lumotli bo'lishi, tibbiyot yoki farmatsevtika yo'nalishi bo'yicha o'qigan bo'lishi lozim. Oylik maoshi va sotganiga qarab foiz beriladi. Sotish bo'yicha operatorlarni ham ishga qabul qilamiz. Talablar: 18 yoshdan 30 yoshgacha orasida bo'lishi, oliy yoki o'rta ma'lumotli bo'lishi, tibbiyot yoki farmatsevtika yo'nalishi bo'yicha o'qigan bo'lishi lozim. Chaqqon, kirishimli, mas'uliyatli bo'lishi, Word, Excel dasturlarini bilishi va rus tilini bilishi kerak bo'ladi. Ish vaqti soat 9:00 dan 18:00 gacha. 6 kun ish, 1 kun dam olish bo'ladi. Manzil Urganch shahri, Sanoatchilar ko'chasi, 8-uy. Murojaat uchun telefon 99 897 515 55 18. Milliy shirinliklar korxonasiga ofitsiantlarni va xona tozalovchilarni ishga taklif qilamiz. Oylik maoshi kelishilgan holda. Murojaat uchun telefon 99 899 459 44 47. Manzil Urganch shahar Gidrokollej ro'parasida joylashgan. Toshkent shahri va Samarqand shahri bo'yicha ish bor. Muzqaymoq aravachada sotishga 20 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan yigitlarni ishga taklif qilamiz. Ish Toshkent va Samarqand shaharlarida. Kunlik maoshi 70 ming so'mdan 500 ming so'mgacha beriladi. Yotoqxona bilan ta'minlanadi.
ish o'ziga va harakatiga bog'liq bo'ladi. Andijon shahridagi haqiqiy va qonuniy Andijon muz qaymog'i sotiladi. Murojaat uchun telefonlar 99 899 761 21 73, 99 894 420 33 13, 99 899 903 74 47 raqamlariga qo'ng'iroq qilib batafsil ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Manzil: Toshkent shahri va Samarqand shaharlari. Kommentariyalarda Samarqand viloyati bo'yicha ish chiqaring deb so'raganlarga ish bor. Oshxonaga, xamirli ovqatlar tayyorlashga oshpaz, xotin-qizlarni va yordamchi oshpazlarni ishga taklif qilamiz. Oylik maoshi kelishilgan holda. Ish vaqti soat 6:45 dan kechki soat 18:45 gacha. Murojaat uchun telefon 99 891 527 14 31. Manzil: Samarqand viloyati, Samarqand shahri. Shayxontohur tumanida ish bor. Bo'lichka sexiga kechki smenada ishlash uchun ishchilarni ishga taklif qilamiz. Oylik maoshi kelishilgan holda. Murojaat uchun telefon 99 833 198 3103. Manzil: Toshkent shahri, Shayxontohur tumani. Nihol innovatsion maktabiga malakali rus tilini biladigan tarbiyachi ishga taklif qilamiz. Oylik maoshi 2 million so'm. Murojaat uchun telefon 99 890 648 68 47. Manzil: Urganch shahri, Istiqlol ko'chasi 52-uy. Mo'ljal: Avesto xiyoboni yonida joylashgan. Zudlik bilan Urganch shahridagi Pingvin kafesiga 18 yoshdan 35 yoshgacha bo'lgan malakali ofisiant qizlarni, idish-tovoq yuvuvchilarni, muzqaymoq sotuvchi yigitlarni ishga taklif qilamiz. Murojaat uchun telefonlarimiz 99 890 433 33 38, 99 891 996 99 29. Iltimos, talaba yigit-qizlar bezovta qilmasin. Hurmatli kanalimiz a'zolari, bugunga tayyorlagan yangi bo'sh ish o'rinlarimiz shulardan iborat edi. Kanalimizga podpisatsiya va like tugmalarini bosib qo'llab-quvvatlab yuboringlar. Shuningdek, sizga qaysi viloyatdan yoki tumanlardan bo'sh ish o'rinlari kerak bo'ladigan bo'lsa, kommentariyalarda yozib qoldiring. Biz o'sha viloyat, tumanlar yoki kasb yo'nalishlari bo'yicha bo'sh ish o'rinlarini chiqarishga harakat qilamiz. Va albatta, bu chiqarayotgan bo'sh ish o'rinlarimizni yaqinlaringizga, ish izlayotgan opa-singil, aka-ukalaringizga ham tarqatib yuboringlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr, sog'-salomat bo'linglar.